Virgil van Dijk katta xato qildi. U o'yin vaqtida N'Golo Kante ustidan ochiqchasiga kuldi. Chelsea va Liverpool o'rtasidagi o'sha uchrashuvda gollandiyalik himoyachi dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri hisoblanardi va o'zini maydonda deyarli yengilmas deb his qilardi. Kante birinchi gol imkoniyatni boy berganida Van Dijk ustunligini yashirmadi. U fransuz yarim himoyachisiga istehzoli tabassum bilan qarab, uni masxara qildi. U Kante boshqa xavf tug'dira olmaydi deb o'ylagan edi. Ammo Kante hech qachon so'z bilan javob bermaydi. U faqat o'yini bilan javob qaytaradi. 71-daqiqada u to'pni qabul qildi va jarima maydoni tomon tez yugurib ketdi. Yo'lda bir nechta Liverpool futbolchisini ortda qoldirdi va yana Van Dijkga qarshi yakkama-yakka chiqdi. Bu safar u pas bermadi. Kante mukammal zarba berib, to'pni darvozaning to'qqizligiga joyladi. Stadion shovqinga to'ldi. Tribunalar golni nishonlar ekan, Van Dijk esa faqat yerga qarab turdi. Kante yana bir bor